Ha, Ravshanbega hech mehmon kutishni bilmaydi-da. Shu qadrdonimnikiga kelsam yana zaxga jo'q bo'lgan. Assalomu alaykum. Mehmon, charchamayapsizmi? Keling aka, bir piyola choyimni iching. O'tgan safar shu choyingizni ichdim. Choyingiz ham zaxda turib muzlayotganlar. Bu zaxda o'tirib mehmon bo'lib ketdim, o'zi beldagi reja bor. Ayoq revmatizm. Mana bu kelajakni ham yotqizib qo'yganingizni qarang-da, o'zi zaxga, kelajakda ehtiyot qilish kerak. Kechasi ko'p tushib qo'yib turganda Ravshanbek. Nima yechimi bor? Ha, bu hech bir so'rida dam olib o'tirganmisiz? Maza qilib choylar. Shu yoshga kelib umrimda so'ri ko'rmaganman. Shu yerda yashab o'tib ketgan ekanman. Soya joylarda o'tirar ekansiz, so'rinimda bog'ida bir dam olganmisiz? Bormi aka? Olvoring, men qimmat deb o'ylayman-da, aka so'riladi. So'rini arzon joyiga olib boraman Ravshanbek. Bog'iga olib boraman. Bog'ini ko'rib hayratda qolasiz. Bitta duo qilaylik aka. Qani, mana shu ukamizga bir so'rini zo'rini olib kelaylik. Mana kelajaklari ham, kelajagi porloq bo'lsin. Ravshanbek yuring. Bog'iga olib boraman, birinchi qo'liga olib boraman. Dastavkachi. Dastavkasi 100 kilometrgacha tekinidan bo'ladi, ustiga chiqib borib sho'xlik qilib sakrasangiz ham bori mana hech nima bo'lmaydigandan bo'ladi. Juda ham zo'r bo'ladi. Bizda yomg'ir, do'l yog'adigan bo'lsa ham bori, bu hech nima bo'lmaydi. Xlog laklangan sifatli bo'ladi. Issiq o'tyapti endi sonlarimga. Ayoqdagi og'riqlar ketyaptimi? Ha, bu so'r ekan-da taxtadan-a. Qadrdonim, bu juda ham hamyonbop arzonidan bo'ladi. Hojotingizni shunday duosini oladigan payti keldi-da. Oilaviyga aka. Oilaviyga. Birinchi qo'l. Shunda olib borasiz, hojota ko'rib, bitta o'tirganda bori, charchog'ingiz, kasallaringiz ham chiqib ketadi. Kelib o'tirishni hojati yo'q aka. Telefon qilishadi. Bitta telefon qilasiz, ko'rasiz, telefon qilasiz, bo'ldi. Uyingizga chiroyli holatga yetib boradi. Ustadan bir ma'lumot olib borgandan keyin pulini sanab beraverasiz. Albatta usta akamizdan hozir ma'lumotini. Bitta sizga emas, xalqqa ma'lumotini beramiz, qadrdonlar. Bugun biz So'rilarda bog'iga, vataniga kelganmiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Buvayda tumani, Alimergandanmi aka? Ha, Alimergan. Alimergan qishlog'idan usta akamiz mana shu bo'ladi. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Aka, qo'lingiz dard ko'rmasin. Juda ham chiroyli chiqdi. Aka, nima deydi? Maqtasa arzigulik, gapirsa arzigulik so'rilar bo'pti inshaalloh. Aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa aka, qaysi biridan boshlaylik? Boshdan boshlayveramiz. Boshidan boshlayveramiz. Qadrdonlar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Mana shu xonadonni o'zlarining sexi kirib nima deydi? Ish joylarini ham ko'rsatamiz. Olib sotar emasmi deganlarga joyini ham ko'rsatamiz. Akajon, razmeridan boshlayveramiz mas so'rimizda. Xudo xolasa, maysurlarimiz 210 ga 270. Aha, 210 ga 270. Nasıl standarti? Endi buni eng anaqasi qo'lga tegadigan 3 milliondan qilib beramiz. Dastavkasini qilib beramiz. Ha. Xudo xolasa 100 kilometrgacha dastavka qilaveramiz. Ha, 100 kilometrgacha shu narx ichida dastavka bo'laveradi. Dastavkasi bor. Oyoqlar yong'oqdan. Oyog'i yong'oqdan. Aha. Mana bu joylaricha. Yo'qlar asizgi sasna yog'och. Sasna yog'ochdan, quruq yog'ochdan aka. Quruq yog'och. Garantiyasi bor, Xudo xolasa. Yo'qlar o'yma mana. O'yma, juda chiroyli. O'yilgan hamma joyi, rover o'zimiz o'yib tashlaganmiz hamma joyini. Laklar 2 slog bo'lgan. Laklar 3 slogdan bo'lgan. Ha, 3 slogdan bo'lgan. Demak, yomg'irda qolsa ham bir pishib ketmaydigandan bo'ladi inshaalloh. Zo'r aka. Juda ham chiroyli. Buni endi misol uchun aka qarang, choyxonachilar zakaz qilishi mumkin yoki foydalanishga sotaman deganlarga yo'lini qilib berasiz aka. Ha, o'tib beramiz ozgina. Misol oilasi kattalar bo'ladi. 10 kishi, 15 kishi, 20 kishi o'tiradiganlarga ham razmerini qilib beraverasiz. Beramiz razmerini. Mana bunisi aka. Xudo xolasa bunisi 3 ga 2,5 so'rimiz. 3 ga 2,5. Materiali sasna. Materiali sasna, oyoqlar yong'oqdan. Xo'p. Xo'p, bularimiz 3,5 millionga qo'lga tegaveradi. Hojaga chiqsak bo'ladimi? Ha, chiqib, sakrab ham ko'radi. Lagalar 5 tadan, lagalar 5 dan sakrab tashladim. Laki yangi emasmi aka? Yo'q, oyog'imiz chiqib nima bo'ladi? 5 talik laga. Lagalar. Zo'r, juda ham sifatli, qadrdonlar. Gap yo'q. 5 talik laga. 100 kilometrgacha hozir shu yerdagi suvlarni hammasi dastavkasi ichida. Dastavka qilib beramiz. 40-50 kilometr emas, 100 kilometrgacha dastavka qilib beramiz. Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab. Alloh rozi bo'lsin. Zo'r aka. Bunisi aka, bunimiz. Bu ham shu 210 ga 270. Aha. Bu ham o'sha oyoqlar yong'oqdan, qolgan joyi sasnadan. Narxi nech pul aka? Buni ham shu 3 million chapcha xayr qilib beramiz. Aka, bitta narsani video boshida so'rab qo'yay. Eng arzon so'rlaringiz nech puldan boshlanadi sizda? Misol, eng arzon. Eng arzon so'rlarimiz mana. Mana shularmi? Aha. Voh, qani, kelib eng arzon so'rimiz mana. Eng arzon so'rimiz. Ya'ni mana bu joylarda naqshi bo'lmaydi, guli bo'lmaydi, to'g'rimi? Shuni hisobiga. Delalari lekin gulli ekan. Delalar gulli. Mana bu joylari juda ham sifatli chiqqan. Oyog'i yong'oqmi aka bular? Oyog'i yong'oq hammasini. Narxi nech pul aka buni? Bularni qo'lga tegish 2,5 qilib beramiz. Yana bitta xayr qilib beramiz telefon qilganlarga. Razmeri 210 ga 270 bir xil. Hammasi razmerlari. Gap yo'q. Tirikchilikka sotaman deganlar ham ko'p bo'lyapti. Foydalansa ham bo'ladi, foydalansa ham bo'ladi. Do'konchilar, magazinchilar. Hozir aka, bunimiz ham o'sha boshidagilar, ha? 210 ga 270, mana ikkala yoni oy so'ri, to'risi o'yma so'ri deyiladi. Ha, to'risi o'yma so'ri. Qora qosh deyiladi, unaqa qora nimasi bor, o'rtasida guli bor. Endi bularimiz 2 million 600 ming so'mdan beramiz. Aha. Sababi mana bu joylarida ham
to'g'risi o'yma bo'lmaganligi uchun, to'g'rimi? Mana bu ikkala joy. yoni arkaligi. Arzonroq, Arzonroq. Shuni hisobiga arzonroq. Bu ham oyog'i yong'oq qolgan joy Sasnadan. Aha. 2600 beraveramiz buni. Aha. Xo'p. Mana bularni ham yakunlab qo'yaylik, keyin bu Ha. tarafni aytib yuboramiz. Bu ham 2 o'nga 270. Aha. Bu yangicha gul anaqalari o'yib nima qilingan. Fasollari chiroyli. Fasollar chiroyli. Yangicha fasol. Buni ham oyog'i yong'oq. Aha. Buni 3 million qilib beramiz. Qo'lga 3 million tegishi. qilib beriladi. 3 million qilib beramiz. Aha. Buni ham dastavka qilib beramiz, dastavkasini. O'sha hozirgi umuman bu joyda ko'rsatyapti turgan so'rlarimiz 100 kilometrgacha dastavkasi dastavkasi bor. ichida. Ha. Aytilgan narxda. Zo'r. Mana qaranglar, delalari ham zo'r ishlov berilgan. Hamma joyi naqshinkor, juda ham chiroyli. Xo'p. Bunimizni razmeri ham 2 o'nga 2 o'nga 270. 270. Mana shu qatorda hammasi 2 o'nga 270. Narxi? Bular 3 million 300 qilib beramiz. Xo'p aka, sizga so'ri zakaz qilyapti deylik, necha kunda tayyor bo'ladi? 2 kunda tayyor bo'ladi. 2 kunda tayyor bo'ladi. Asosan. Misol uchun bizda qo'shni davlatlardan kuzatadiganlar bor-da aka. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston neytralkagacha olib borib beraverasizlarmi? Ya'ni olib borib beramiz. Xudo xohlasa o'tsak o'tib ham ketaveramiz Tojikistonga. Tamojniyda. Deylik aka, Boshida sizga bor. so'rini zakaz qilyapti. Qancha miqdorda pul tashlab berish kerak sizga? Bizga bir 20-30% tashlab bersa bo'ladi. Aha. Tushunarli. Misol deylik, bir 4 millionlik so'ringiz, 3 millionlik so'ringizni olyapti. Bir 200-300 ming, 400 ming, 500 ming tashlab bersa, 500 ming tashlab bersa ham qilib beraveramiz. berilaverar ekan. Labizga javob bersa qilib olib boraveramiz. Yoqsa oladi, yoqmasa qaytarib kelaveramiz. Ana, usta degani xuddi shunaqa bo'ladi. Halol bo'ladi. Xo'p, aka, bunimiz manzara tushirilgan Ha. ekanda, 3 ga 2,5 so'ramiz. 3 ga 2,5. Ha, Narxi buni- necha pul aka buni? Buni oyog'i chinor. Oyog'i chinor. Aha. Oyog'i chinor, qolgan joyi sasna. Sasna. Ha. Bu so'rlarimiz 4 million. 4 million so'm. Katta ekan-a? Katta 3 ga 2,5 katta so'ri. 10 kishi behijolat Ha, 10 o'tiradi. kishi bemalol o'tiradi. Mana bir kichkinalarimiz asi necha kishi? Bularda 7 8 kishi, 7 kishi, 8 kishi. Ha. Mayda bolalar bo'lsa 9 kishi. Yana ham mana bu o'tiradi. joyga ham stolini qilib olsa, Aha. 10 kishi ham joylashsa 10 kishi bo'ladi. joylashsa bo'ladi. Agar shunaqasini zakaz qilsa ham qilib beraver. Xo'p, endi o'sha zakaz qilsa, stollar yasab beraverasiz, to'g'rimi? Ha, xudo xohlasa hammasidan zakaz qilsangiz, xontoqda stol stullarni qilib beramiz. Aha. O juda Xo'p. idealni chiqibdi. Bunimiz nechiga necha aka? Bu so'rimiz ham 3 ga 2,5 so'ri. 3 ga 2,5. Oyog'i yong'oq buni ham. Aha. G'altaklar katta, yaxshi g'altakdan qo'yilgan. Aha. Hop, bu so'rimizni ham 4 million 200 mingga qilib beramiz buni ham. Toza so'ri. 4 million Nolovka 200 so'ri ming. bular. Omad ekan, haqiqatda idealni ekan. Aka, misol Toshkent vohalarga qanaqa xizmatlar? Vohaga kelishamiz dastavkasini. Dastavka. Yengiroq qilib beramiz. Vohaga yuk chiqaramiz, o'shanda chiqarib yuboramiz. Qaranglar, mana buni qaranglar. Vahshiy gap bo'lishi mumkin emas. O'sha boyxotin degan so'rni anaqasida, hali Aha. arzonroq variantlari. Arzonroq varianti, Aha. boyxotin so'rini arzonroq varianti. Razmeri bir xil aytilayotganlar Ha, bilan 3 ga 2,5 bu ham. narxi Narxi 4 million 200 bu ham. 4 million 200 ming so'm. Zo'r, lekin hamyonbop. Hammasi puliga arziydigan, qaranglar, mehnat chiroyli. Ana. Bunimizcha aka. Bunisi sal shafqonaroq so'rimiz. Aha. Bu ham 3 ga 2,5 so'ri. Oyog'i yong'oq. Ochiq joyi yo'q ekan. Ha, yopiq, ha, dilali, hamma yoq dilali. Hamma yoq diladan bo'lgan. Oyog'i yong'oq. Oyog'i yong'oq. Bu so'rimiz 4 million 600 ming so'm. 4 million 600 ming so'm. Mashalloh, gap yo'q. Bunimizcha aka. Bu ham shunaqa. Aha. 3 ga 2,5 so'rimiz. Oyog'i yong'oqdan bu ham. Shuni faqat rang qo'shib qo'ygansiz. Rang qo'shibman, ozgina ranglab qo'yganmiz. Novat rang deydi. Ha, novat rang. Novat rang. Xohlasalaring qadrdonlar mana shunday novat rang qilib beradi. Aha. Kimgadir menga o'zini, yog'ochni o'zini idealni rangi yoqadiganlarga mana shu rangda qilib berilaveradi. Endi sexga ham kirib zakatovkalar ko'rsatamiz aka. Aha. Kirib, xo'p, mana bu yerda hozir shlipovka bo'lyaptimi aka? Ha, tayyorlanyapti. Tayyorlanyapti. Ya'ni shlipovka bo'lyapti. Qaranglar qadrdonlar, bu taxtalar shunchaki nima qilib qo'yilmaydi haligi. Qoqib turib laklab yuborilmaydi. Mana shlipovka bo'ladi mana. Polni. Keyin 3 slog lak bo'lar ekan. 2 slog emas, 3 slog. Shunda juda sifatli bo'ladi. Qadr uzmaymiz aka, kirib ketaveramiz. Mana shu usta akamiz o'zi. Mana shu oyoqlardan qo'yiladi, yong'oq oyoq, mana oyoqlari. Aha. Mana shu Zakatovkalarda bular, zakatovka, quruq yong'oq oyoqlar mana shundan qo'yiladi oyoqlarimiz. Hammasiga. Qayerga kiramiz aka? Endi mana aytgan bir ko'rdik, zakatovkalar bor mana tayyorli. So'ri deganga darrov yig'ib chiqarib beramiz. Mana bu yerda cheksiz tahlab qo'yganmiz zakatovkalarni mana gullardan. Mana taglab qo'yganmiz. 150 ta, 150 ta so'riga zakatovkalarimiz bor. 150 ta so'riga qadrdonlar. Zakatovka bor ekan. Tayyor turibdi mana. O'shancha akamiz 2-3 kunda tayyor bo'laveradi debdi-da, mana zakatovka bor. Tayyorda. Tayyor Yig'amiz, ekan-da, bo'ldi, shuning uchun. plaklaymiz. Bu hayron bo'lmaylik, 2 kunda so'rin nima? Tayyor ekan, zakatovkani qilishib qo'yar ekan. Gap yo'q. Bu yoq sexlaring aka. Seximiz bor. Aha, rover o'ri. Roverlar bor. Mana gullar, koronalarni shoxonalari. Gullar ham tayyor, xohlagan rasmda chiqarib beramiz.
Mana qadrdonlar, ishlab chiqarish sexlari. Xudo xohlasa. Birinchi qo'ldan chiqaringlar deysizlar. Tajribali ustalar kanali hamisha sizlarga birinchi qo'l ishlab chiqaruvchi akalarni tavsiya qiladi inshaalloh. Menimcha aka ma'lumotlar bo'ldi, xudo Xudo xohlasa. xohlasa bo'ldi. mana. Ko'rsatdik, inshaalloh. Mana Ekranda narsa- nomerlar bor, aloqaga chiqsalar akalarimiz zo'r qilib berishaveradi. Mana shu akalarimiz mehnatini qadrlab, bizda tajribali ustalar kanali sizlar uchun birinchi qo'l mehnat qiladigan halol ustakalarni ko'rsatgani uchun mehnatimizni qadrlab, obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar, qadrdonlar. Kimlardir qayoqdagi jipir videolarga ham like bosyapsizlar. Mana haqiqiy mehnat, mana haqiqiy halollik, qadrdonlar. Xonadoningizga chiroyli tarzda yetkazib berishadi. Mana shu mehnatni qadrlab, mana shunday qilib like bosgan qo'llaring muborak, Kabatullohni ushlasin. Yurtimiz tinch, osmonimiz xuddi mana shunday musaffo bo'lsin.